Assalomu alaykum hammaga. Biz olib qo'ygan mashinamiz ishlari o'z nihoyasiga yetdi. O'zingiz bir ko'rib baho berasiz. Qani ketdik bizda Denza mashinasi. Bu mashinamiz polni ko'zi bron plyonkalarni qilib berdik. Kristal plyonkasidan mashinamizni chiroyli qilib o'ziga topshiramiz. Niyat qilganlar like tugmachasini bosib qo'yamiz. Bu mashinamizga qilib bergan ishlarimiz qo'shimcha ishlaridan full variantda salonlaminatsiya oynalariga tonirovkalarni qilib berdik. Hoppa. Oh. Shunaqa eng chiroyli mashinalardan ota-onamizni mindirib, ota-onamiz duosini olish hammamizga nasib qilsin. Nasib bo'lsa Denza mashinamizni chiroyli qilib o'ziga topshiramiz. Bizda navbatdagi mashinasi Toyota Camry mashinasi. Bu mashinamiz ham polni ko'zi bron plyonkalarni qilib beramiz. Kristal plyonkasidan mashinamizda bron plyonka yopishtirishga taxlab qo'yganmiz o'zi. Kimda shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa biz bilan bog'laning, sifatli qilib o'ziga topshiramiz. Hammamizga shunaqa chiroyli mashinalar minib yurish nasib qilsin, hammani omadini bersin.